Motoristga shogird tushsa nimalar bo'ladi? Assalomu alaykum. Shogird olyapsizlarmi? Yoki raspatabcha kerak edi. Formani almashtiring to'ybola, bo'la qoling. Qalay forma usta? Nima ish qilay? Vo, formangiz o'ta go'zal-ku. Bu uborkadan boshlasinlar bo'lmasa. Hammasi mana shu kundan keyin boshlanadi. Uborkalardan boshlaysan, hech kim kirmaydigan joylargacha tozalaysan. 1 yilda bir marta bo'lsa, umuman ishlatilmagan kuluvchilargacha artib chiqasan. Ishlarni tugatib, ozgina dam olaman deb uxlab qolsang, usting kelib seni uyg'otib boshqa ish buyurib yuboradi. Biror mashinani bir joyini ko'rib o'rganamanmikan desang, usting kaptarlarga qiziqadi, kaptarda donini berasan, suvini berasan. Yaxshi ham mol boqmaydi, bo'lmasa molni tagini ham sen tozalaysan. Oxir ustingdan so'rashga majbur bo'lasan. Ana usta bo'lishim uchun nima qilishim kerakmi? Hunarni ko'z bilan o'g'irlash kerak. Ko'z bilan. Tushunarli. Ko'z bilan o'g'irlash degani majoziy ma'noda hunar o'rganish degani ekan. Afsuski sen buni bilmaysan-da, yosh shogirdsan, bilib bilmasdan ustingni kerak emas joylarda poylab ham qo'yasan. Kamiga kaltaga ham olasan, oxir usting ham jonidan to'yib. Qilasanmi? Ha, usta. Tayda bitta bolt qoldi, o'shani qotirib qo'y. Usting birinchi marta ish berganidan xursandsan. Qatdan qana qilib qotirishni bilmaysan, lekin sen ham bo'sh kelmaysan, ustingga yaxshi ko'rinishni xohlaysan-da. O'sar, bu boltni yamaga olib kirib qotirsa ham bo'ladi-yu. Yamada qotirish kerakmi? Bilmabman. Buni uchiga qana sig'ding? Bilmayman. Usta, menga duo qilib bering. Nimaga? Ha, bo'ldi, o'zim ustaxonamni ochaman-da. 1 hafta bo'ldi-yu. Ha, endi o'rganib oldim, usta. Qani ilohi amin. Shu shogirdimga kelgan shopirlarga Xudo sabr bersin. Alloh. Qaysi sohada bo'lishdan qat'iy nazar shogird bo'lish oson emas. Keyingi safar qaysi sohalarda olib chiqaylik, izohlarda kutaman. Menga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Paq.